Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan ADSM.uz kanali. Bugun sizlarga qanday qilib Java versiyani Android telefonlarga o'rnatib serverga kirish, misol uchun Articraft serverga kirishni o'rgataman. Birinchi bo'lib Google Chrome'ga kirib olamiz. Mana shunga. Kirganimizdan so'ng download Pajao Launcher deb qidirishga beramiz. Va kirgan holatda yuklab olamiz. Mana yuklab ham oldi. Yuklab qolgandan keyin mana yuklanmalar resultida paydo bo'ladi. Yuklanmalarga kirganingizdan so'ng izasiz ustiga o'rnatasiz APK faylni. Va o'rnatib bo'lganingizdan so'ng mana shunday bo'lib chiqib qoladi. Xo'p, o'zingizlar ruxsat berasiz va ochganingizdan so'ng shuni kutasiz. Mana shu to'lish kerak. Mana shu task in progress chiqadi mana shu. Aylanish tugashi kutasiz. Hop, mana tugadi va mana bu narsani yozasiz. Create new profile chiqadi. Create new profildan keyin eng tepadagi shu create vanilla profile yozasiz. Bu yerga shunchaki nicknamingizni oddiy shunchaki yozasiz. Meni nickim Andrew, halik videolarda ko'rasiz. Va bu yerga versiyani belgilaysiz. Hop, Articraft serveriga kirmoqchi bo'lsangiz, eng past versiya 1.16 versiya hisoblanadi. Men 1.17 versiyani tanlayman, men uchun qulay. Ana o'zi bir dona fayl bor, mana shu faylni berasiz. Hop, qolganlari uncha shart emas va save deb yuborasiz. Ezilgandan so'ng play deysiz. Microsoft account so'raydi hamda local account so'raydi. Local account ezib, shunchaki username beramiz. Hop, va saqlandi. Va bu yerdan so'ng undan so'ng fayl yuklab olishni kutasiz. Minecraft versiyasini o'zi yuklab oladi. Shuni yuklab olishni kutasiz. Mana do'stlar yuklab oldi. Yuklab bo'lgandan so'ng play deymiz. Mana shunday o'zi kiradi. Kirib ketyapti o'zi. Hop, mana kirdi. Hop, kirgandan so'ng multiplayer turadi. Kirasiz. Hop, bundan so'ng add server qilamiz. Add serverdan so'ng mana bu yerga mana tepadagi keyboard chat shunaqa orqali chiqadi. Shunchaki yetsangiz chiqmaydi. Keyboard orqali chiqarasizda yozasiz. articraft.uz va down. Boshda mana shunday bo'lib chiqadi. Join server qilamiz. Hop, mana vaqt beradi. Men ro'yxatdan o'tganman. Ro'yxatdan o'tganim uchun parol so'rayapti. Login va parol so'rayapti. Lekin birinchi sizlarda login parol so'ramaydi. Chat yozasiz hamda chat degandan so'ng keyboard yozasiz. Hop, chiqadi. Drop register joy tashlaysiz. Umuman hech kimdan o'tmagan, hech kim yozmagan boshqa bir har xil narsalar o'ylab topib 2 marta yozasiz, 2 marta qaytarasiz. Birinchi misol uchun BNMP yozasiz. Bo'lsangiz joy tashlab yana BNMP shunaqa yozasiz. Men o'tib bo'lganman. Undan so'ng login yozasiz. Men ham login yozaman. Login. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Agar shu videoda 100 ta like qilsa, keyingi video Minecraft Bedrock Edition'dagi chat kodlari, mana shu kodlar haqida bo'ladi.